Аңлаватқаныңла мың бір кече хикаялардан Синдбадның деңіздегі xatarlik сәргүзештелері. Синдбадның 3-нче кытымлык деңіз сәфәре. Birodarlar, mening 3-нче кытымлык деңіз сәфәрем алдыңғы кытымқыларданмы ajoyib g'aroyib. 2-нче кытымлык сәфәремдән aman esan qaytib, g'oyat zo'r xushallik bilan hayot kechirib kelyapatdim. Bag'dodda bir mezgil yashagandan keyin kunlar uzargan siri yana xiyolimga safar qilish ishtiyoqi tushib, shahar ko'rib, dengiz okeanlarda tomosha qilish, oltin ko'mishni texmi ko'proq tepish havasi qo'zg'aldi. Ko'p o'tmayla safar tayyorligini bitirib, lozimliq mallarni elib, Basra shahriga qarab yo'lga chiqdim. Dengiz yoqasiga kelsam, zo'r bir yelkanli kema turibdi. Atrofida odamlar to'lib ketibdi. Savdogarlar, yo'lovchilar, yana sap niyatlik vafodor kishilar safarga chiqish ustida ekan. Menmi bu cho'ng yelkanli kemaga chiqdim. Hamrohlarim bilan dengiz okeanda to'xtamay yurib, bir dengizdan yana bir dengizga, bir daryodan yana bir daryoga, bir oroldan yana bir orolga, bir shahardan yana bir shaharga ulashib mang'atdik. Besib o'tgan joylarimizning hammasida qirg'oqlarga chiqib, oldi sotdi qilib, o'yin tomoshalarni ko'rib, qin-qinimizga patmay xushal-xuram ketib-atdik. Bir kuni kemamiz to'lqinlarni yerib, g'ozdek uzib ketib-atdi. Kemichi palubida ishki dengizga qarab turadi. Tuyuqsiz u o'zini Majnundek qachatlab, chochlarini yulib vaqirashga boshladi. Biz uning bu qiliqidan hayron bo'lib, "Ey kemichi, nim bo'ldi sana? Bu nima qilganing?" deb so'radik. U bizga qarab, "Ani qaranglar, ta'tir shamol chiqib, dengizda to'lqin ko'tarilyotidi. Omaddan ofat ko'p. Qaraganda taqdir bizni maymunlar teg'iga opirib tashlash kerak. Bu yerga kelgan odamlar omon qolmaydi. Hammamiz tugashdik. Ajalni kutmakdan boshqa ilojimiz yo'q", deb vaqirab ketdi. Kemichining so'zi tugishiga bir muncha maymunlar ko'rindi. Ular kemining atrofini cho'milidek yamrab qo'rshashga boshladi. Soni haddi hisobsiz maymunlar kishi saskangudek vahshiy ham g'oljir edi. Biz ularni ko'rib, urib qo'g'lashga petinolmadik. Qarishlik qilishqimi bo'lmadi. Ularning bizni qirib etishidan qo'rqdik. Chunki ular noiti ko'pdi. Ularning ko'rinishi badbashra, chiroylari sat, ko'zlari seriq, gadallarining yoylisi, shirning yoylisidek, yuzlari qora, boshlari xopan bosh bo'lib, vahshiylarning eng qabihlaridan edi. Bo'y turqi 4 xerish bo'lib, ularning so'zlarini hech kim bilmaydi. Kelgan peti kemining arg'amchisiga esilib, yuqori o'rlab, yelkanni tushirdi. Arg'amchilarni tishlari bilan qirqib uzib-atdi. Tanoplari uzilgan kemini shamol so'qib, orol tarafga yaqinlashtirdi. Ular kemidagi mallarni qirg'oqqa to'shidi. Kemidagi savdogar va yo'lovchilarni qo'lga tushgan asirlardek oldiga selib haydab, orolga chiqadi. Birdamdan keyin kema ko'zdan g'oyib bo'ldi. Bir vaqtda maymunlardan asarmi qolmadi. Nega ketganligini, nima bo'lganligini bilmadik. Bu orolda mahbus sifatida turib, buloq suvlarini ichib, yova mevalarni terib yeb, qo'zig'imizni astarlab yurdik. Oramizdan birsiga orolning ichkarisida cho'ng bir qasr imorat ko'ringandek bo'pti. Zansilib qarasa, u ajoyib puxta silingan egiz saroy ekan. Biz bir qanchamiz shu imoratga qarab mangdik. Shunda qarasak, kangri ho'ylida rat-rat ketgan daraxtlar bo'k baraqsan, imoratning ichida cho'ng bir zalba bo'lib, o'ttirisida egiz supa, bir tarafda qon yuqi asvab, bir tarafda kavobdonlar turibdi. Bir bo'lingda son-sanoqsiz ustixonlar dövülünüp yetibdi. Ammo bu qasrda odamning qarisi ko'rinmaydi. Hamma yoq intayin timtasdi. Bu manzarni ko'rib,
hammaylan ajablandik. Birdam shu uyda o'ltirib beqib, hech qanday shabi anglanmagandan keyin bir-birlab yonpashlab uyquga ketdik. Atigandan toki kun patqicha har xil tush ko'rib uxlab, bir chog'da tuyuqsiz yer tavrab, havodan dahshatlik ovoz anglangandan keyin cho'chib uyg'onib qarasak, egiz imoratning yuqorisidan qomati g'oyat cho'ng, bo'yi chinordek egiz, odam shaklida qop-qora bir devi ko'rindi. Uning ko'zi cho'g'dak poqiroq, og'zi quduqning og'zidek, tishi yovi to'ngizning tishiga o'xshash kalpuklari do'rday, quloqlari bir parcha kegisni chaplab qo'ygandek mo'risiga sangilab turadigan, tirnoqlari yirtqich qushlarnikidek nihoyat o'tkir edi. Uni bu qiyofatni ko'rib, qo'rqinishdan put-qo'limizda jon qolmadi. Go'yo o'likdek qetibli qoldik. Gigant maxluq imoratning yuqorisidan pastga tushib, cho'ng zaldagi egiz supida birdam o'ltirgandan keyin o'rnidan turib oldimizga keldida, dastlab meni xuddi qassob qo'yning semizini tanlagandek oldi. Havoda u yoqdan bu yoqqa aylantirib qaradi. Men uning changilida xuddi qushqashdek tipirlab to'lg'in atdim. Uzun safarda yo'l azobidan tenim ojizlab, yodab ketgandim. U meni o'riq ko'rib yaratmagan bo'lsa kerak, meni yerga qo'yib, boshqa birini qo'liga oldi. Unimi menga o'xshash kuzatgandan keyin yerga qo'ydi. Yana boshqa bir hamrohimizni qo'liga elib, u yer bu yerni siqimlab yiqib yerga qo'ydi. Hech qaysimiz uning didiga yoqmagandan keyin kema boshlig'ini qo'liga oldi. Uning badani paxlandek semiz, yelkisi kam, ustixonliq, do'g'loq odam edi. Baxtsiz kemichi uningga yiqib qolgan o'xshaydi. U o'zining oxirgi tanlagan o'ljisidan rozi bo'ldimi ish qilib, xeyli semiz paxlonga erishdim degandek kema boshlig'ini yerga yotqizdi-da, uzun zixni gelidan sanjib, so'ngidan chiqadi. Uni zix bilan ko'tirib, lavildab turgan o'tqa qaqlab kavob qildi-da, ko'z oldimizda o'ltirib, xuddi g'oz kavobi yegandek tirnoqlari bilan go'shtni titib-titib, ishtiho bilan yeyishga boshladi. U go'shtni yeb, so'ngakini bir chetga tashlaydi. Yeb bo'lib birdam o'ltirgandan keyin supiga chiqib, yonpashlab uyquga ketdi. Birdamdila bo'g'izlangan kalidek haqirab, xo'rak tatdi. Kechicha sho'p beti uxlab, tong otganda o'rnidan turib, o'z yo'liga mengib ketdi. U ketgandan keyin biz bir-birimizga qarab yig'lashdik, hasrat chekdik. Kashki dengizda g'arq bo'lgan bo'lsak, yoki maymunlarga yem bo'lgan bo'lsakmi bo'ptikan. Bundaq ziqqa o'tkazilib, o'tda qoqlanib o'lgandan ko'ra, shu yaxshiroqdi. Qismatimiz shundoq o'xshaydi. Bu yerda qetishning, bir-birlab jon berishdan boshqa qutulishning amali yo'qkan deyishdik. Biz ozroq g'ayratga kelib, imoratning sirtiga chiqdik. Yo'shurun biror panohliq joy, qochadigan biror yo'l tepish uchun atroflarga tarqilib yurishdik. Na yo'l, na yeydigan narsa topolmay, adigandan kashkicha taraf-tarafga qatirab, oxir o'lim qismatini beshimizga elib, yana shu imoratga qaytib keldik. Ajilimizni kutib turdik. Biz hamdili yig'ilib o'ltiratdik. Putimizning tegidan yer titrab guldirilgan ovoz chiqib, yana heliqi egiz maxluq yetib keldi. Oldingi qitimqidek hammamizni bir-birlab tutib, tekshirib ko'rib, oxir ko'ngliga yoqqan birini tanladi-da, tunugunkiga o'xshashla ziqqa o'tkazib, o'tqa qoqlab, yeyishga boshladi. Uning ahvolimi xuddi kema boshlig'ining ahvolidek dahshatli bo'ldi. Tirnoqlari bilan go'shtni titib yeb, so'ngaklarini tashlagandan keyin supiga chiqib o'ngdisiga yetib, yana uxlashga boshladi. Saharda uyg'onibla avvalqidek o'z ishiga ketdi. Egiz bo'yliq maxluq chiqib ketgandan keyin hammaylan bir yerga jam bo'lib, maslahatga kirishdik. Aramizdan biri ko'pchilik o'zimizni daryoga tashlab o'laydilar bo'ldi. Bundaq o'lish uning qo'lda kavob bo'lgandan ko'p yaxshi emasmi dedi. Ikkinchi biri mening maslahatimga kirsanglar, hammamiz uning o'lim vahimasidan qo'rqib turguncha bir amal qilib uni o'ldirmaymizmi?
Balkim uning zulmidan qutulib, nejotlik yo'lini tepishimiz mumkin dedi. Men hamrohlarimga, birodarlarim, so'zimga quloq solinglar. Uni o'ldirish oson emas. Halokatdan qutulaman desak, obdan bir hiyla tepishimiz kerak. Hammamiz birlashib, avval mono taxtay o'tinlarni qirg'oqqa ep chiqib, bir kichik sol yasab tayyor qilib qo'yaylik. Ondan devini boshlaylik. Uni o'ldiralisak yaxshi, osonlikcha qutulamiz. O'ldiramasak, darhol qirg'oqqa yugurib berib, dengizga tushib, solga o'ltirib olsak qechib ketalaymiz. Qaşmay kavab bo'lib o'lgandan ko'ra, dengizga g'arq bo'lib o'lganimiz yaxshiroq. Baxttalimiz bo'lsa, nijotlik toparmiz. Bo'lmasa, halak bo'larmiz, dedim. Ularning hammasi qo'shilib, sening chorang bo'g'idek, undaqda ishni boshlayli deyishdi. Hammamiz oldirab ishga kirishdik. Butkul yog'ochlarni zalning ichidan tashqariga ep chiqdik. Darhol oddiy bir sol yasadik. Ba'zi yemekliklarni tayyorlab, uning yenida qo'ydik. Hamma tayyorliklarni putkizib qo'ygandan keyin, avvalgidek yer guldirlab, tapinimizning ostidan yana shu egiz maxluq paydo bo'ldi. U o'z odati bo'yicha har birimizni qo'liga elib, aramizdan semizni tanlab, ajali yetgan shumpeshonidan birini burunqidek o'ldirib, o'tqa qoqlab, kavob qilib yedi. Qo'ziga to'ygandan keyin supiga chiqib yotdi-da, xo'rildab uyquga ketdi. Biz darhol ochimoq zixni lavildab yenib turgan o'tqa ko'mib qo'ydik. Zix rosa qizib, qizil cho'qqa aylangandan keyin tezdan ko'tirib supiga chiqdik. Barliq kuchimizni ishqa selib, uning ikki ko'zini chanlab turib, shundoq urdikki, ikki zix uning ko'ziga sanjilib, yerim gaz cho'nqirliqqa patdi. Uning ikki ko'zi ko'r bo'ldi. U go'yoki havo guldirlab chaqmoq chaqqandek g'aljirlik bilan vaqirab o'rnidan turdi. Qo'rqinimizdan yuragimiz yerilgudek bo'ldi. U sahratda jon talashgandek o'milab, tam to'risini siypab oqtirishga boshladi. Biz qo'rqinimizdan birdam u yoqqa, birdam bu yoqqa yugurishib, jon talashib tirkashdik. Umid chirig'imiz o'chib, ajal sharobini ichishga tayyorlanib turdik. U bizni oqtirib topolmagandan keyin seylab siypab yurib, bir cho'ng eshikni topdi-da, qahrlik hurkirgan peti imoratdan chiqdi. Uning hurkirishidan butkul atrof zilzilaga keldi. Egiz maxluqning orqasidan bizmo imoratning sirtiga chiqdik. Birdamdilla u o'ziga o'xshash haybatlik, uzun, badqiyofat, uningdanmi dahshatli qo'rqinchli bir tishi maxluqni boshlab keldi. Bundaq yovuz, yerganishlik maxluqlarni ko'rib, vahimaga tushib qoldik. Put-qo'limizda jon qolmay, oldirab tenib, dengiz qirg'oqiga yugurib bordik-da, solga o'ltirib, qirg'oqdan chatnidik. Suvda sirg'alab mangdik. Biroq shu asnoda yeliqi ikki maxluq qo'liga o'ydak cho'ngliqdagi toshlarni ilib, orqamizdan qo'g'lab keldi. Solimizni challab turib otdi. Soldagi ba'zi hamrohlarimiz toshning zarbasidan yonjilib o'ldi. Ba'zilari suvga g'arq bo'ldi. Faqat men va ikki hamrohim bu xatardan omon qoldik. Hayot qolgan uchaylan solga o'ltirib, suv yuzida laylab uzishga boshladik. To'lqin bizni boshqa bir orolga surib apadi. Biz qirg'oqqa chiqdik. Ochliq, harg'inlik, bir-birimizga madad berib, bir-birimizni yo'lab, oroldagi bir qurg'oq yerda yotdik. Kech kirib amdila ko'z yumgandik, dahshatlik bir narsaning shapsi anglandi. Uyg'onib qarasak, o'zi yo'g'on, kelangsiz ham uzun bir bo'g'mi yilon bizga qarab turibdi. U shu an bir sumiribla hamrohimizdan birini dam tatib ketdi. Uning bo'g'mi yilonning qornida nola faryod qilib, ustixonlarining sunayotganligini anglab, yana bir hamrohim bilan ikkimiz qattiq g'amda qoldik. Ahvolimiz to'limi echinishliq, to'limi qayg'uliq edi. Halokat girdobida jon talishib, vahima quchqida tallarimiz titrab ketdi. Biz darhol az-hushimizni tepib, bo'g'mi yilonning oldidan qochdik.
Biz orolda bosh qo'ygan tarafga qechib, barliq kuch-quvvatimiz bilan olg'a qarab mengib, oldimizga uchirgan yova mevalarni yeb qo'saq to'yg'izib, buloq suvlarini ichib, tashnalikni qondirib, kech kirganda bir cho'ng daraxtning ostiga kelib to'xtadik. Daraxtning ustiga yomishib chiqib, kechini o'tkazmoqchi bo'ldik. Men daraxtning eng egiz uchiga chiqib, bir tal shoxning ochisiga choplashib yotdim. Lekin ish yanada boshqacha bo'lib chiqdi. Shu kechasi tuyuqsiz heliqi bo'g'mi yilon daraxt ostida paydo bo'lib, beshini u yoqdan bu yoqqa so'zib, asta-asta biz yotgan daraxtning yeniga keldi-da, yuqoriga yamashdi. Mening heliqi hamroyimni bir sumribla dam tortib ketdi. Men o'z ko'zim bilan ko'rib turdim. Uning og'zida hamrohimning ustixonlarining qaraslab sunig'ini anglab, yuragim jig'ildidi. Bo'g'mi yilon uning jasadini bir yalmapli yutib etgandan keyin qo'sig'ini to'yg'izib, daraxtdan tushdi-da, o'z yo'liga ketdi. Men daraxt ustida kecha-kecha dugduyib, titrab o'ltirdim. Sharq taraf yo'rishqa boshlaganda daraxtdan tushdim. Kechadan buyon qo'rqinishdan titrab, majolim qolmay, beshim qiyib, sarangdek gangirab, o'lim girdobida hayotlikdan umid uzib, ba'ayni jonsiz jasaddek qetib qoldim. O'zimni dengizga tashlab o'lib bo'ldim. Shu asnoda men har qancha herib charchab, kuchmadorim qolmagan, bir qadam mengishqa majolim yetmaydigan holatda bo'lsam-mu, hayotlik go'hrini saqlash uchun bir necha tal yog'och tepib, bir-birlab badanimga tengishqa boshladim. Bosh tarafimga-mu, putimga-mu, oldi keynimga-mu, o'xshashla hamma tarafimga bir taldan bog'ladim. Shuning bilan mening butkul a'zoyim yog'och bilan mustahkam o'rilib, go'yoki men bir qafas ichiga kirib olgandek bo'lib qoldim. Shunda qilib, men xotirjamlik bilan yer ustida dam olishga boshladim. Shu kechasi yiliqi yo'g'on bo'g'mi yilon yana men turgan daraxt yeniga kelib, menga qarab xiris qildi. Lekin yog'ochlar meni xatardan saqlab qoldi. U meni dam tortishga ilojisiz qilib, hech narsaga erishalmagandan keyin men turgan daraxtning atrofini aylanishga boshladi. Men uning hamma harakatini o'z ko'zim bilan ko'rib turdim. Qo'rqinishdan o'zimni aron tutib turatdim. Qancha qilibmi dam tortolmagan bo'g'mi yilon xeylig'icha atrofimni aylanib, oxiri yenimdan ketib qoldi. Ko'zni echib yumg'icha yana keldi, yana ketdi, yana keldi. Atigandan kechgacha tipirlab meni yeyolmadi. Maqsadiga yetolmay, noumid ketib qoldi. Men badanimga tengilgan yog'ochlarni yeshib etib tashlab o'rnimdan turdim. Jemiki a'zolarim o'yishib ketgandek edi. Odamsiz orolda u yonga yugurib, dengizning ichki qismiga sinjilab qarab talmiratdim. Bir chog'da yiroqdan bir kemaning yelkinini ko'rdim. Shu on bir tal daraxt shexini sundirib, egiz ko'tirib pulangiltib vaqirdim. Kemadagilar ovozimni anglab, qirg'oqqa berib qarayli, orolda odam bor o'xshaydi deyishgan bo'lsa kerak. Kemani haydab qirg'oqqa kelib, meni kemaga soldi. Ular ahvolimni so'rashdi. Beshimdan o'tgan sarguzashtlarimni, duchor bo'lgan balo-qazo, xavf-xatarlarni boshdan oyoq tafsili birma-bir so'zlab berdim. Ular anglab nihoyat ajablandi. Ko'pchilik menga bir qo'r kiyim kiydirdi. Oldimga tomoq qo'ydi. To'yg'idek yeb-ichib, o'limdan keyin qayta tirilgandek bo'lib, ruhim ko'tarilib qoldi. Ming o'lib, ming tirildim. Oz bo'lmagan arziyatlarni tatdim. Shundoq bo'lsa-mu, irodam chingib, beshimdan o'tgan ishlarni xuddi bir tushdek his qilatdim. Biz yangi hamrohlar bilan to'xtamay yo'l yurib, bo'rondek uchib, Salohat deydigan bir orolga yetib bordik. Kemamiz orolning sohilida to'xtadi. Savdogarlar mollarini qirg'oqqa ep chiqib setishga kirishdi. Kema boshlig'i menga qarab, "Sen bir g'erib musofir kishi. So'zingga qaraganda nurg'un jafo mushaqqat, ranj alam tatibsan. Seni o'z yurtingga opirib qo'ysam degan xiyolim bor" dedi. "Shundoq bo'lgan bo'lsa, sening bu yaxshiligingni hargiz unutmaydim" dedim men. "O bizning kemada bir musofir yo'lovchi botdi. U yo'l ustida izleraksiz yo'qoldi.
o'likmi, tirikmi, bunisi bizga noma'lum. Men hozir uning bizdagi mollaridan bir tayni sana bersam, qirg'oqqa ochiqib satsang, foydasining bir qismini sana beray. Bir qismini o'zim saqlab qo'yib, Bag'dodga qaytib borgandan keyin uning bola-chaqalarini surishtirib tepib, shularga topshirib bermoqchiman. Bu molni savdogarlarga o'xshash bozorga olib setib pul qil. Bu vazifani ado qila olamsan, dedi. Voy bo'ladi, farmoningni bajonidil o'rindayman. Niyatingning yaxshiligidan menga mushunda xayrixohlik qilyapsan, dedim. U xizmatkorlarga g'oyib bo'lgan savdogarning melini menga topshirishni buyurdi. Shu chaqda kemining mirzisi: "Ey kema boshlig'i, bu mollarning rasmiyatini o'taganda kimning nomiga tizimlayman?" deb so'radi. "Kimning nomiga tizimlayding? Dengizga g'arq bo'lgan, o'liktirigi noma'lum, baxtsiz savdogar dengizchi Sindbadning nomiga tizimlaysan-da. Men bu yoqi yurtliq kishi orqali uning mollarini sottirib, foydaning bir qismini bu kishiga, bir qismini Bag'dodga elib berib, uning o'zini topolmasam, mirosxo'rga topshirmoqchiman", dedi kema boshlig'i. Shuning bilan mirzo, "To'g'ri aytsan kema boshlig'i, niyating xolis, diling saqkan" deb opirin aytdi. Men bir chetda turib, kema boshlig'i bilan mirzoning o'tirsida bo'layotgan parangda nomimning tilga elinganligidan hayron bo'lib, "Kema boshlig'i, sen davatgan dengizga g'arq bo'lgan baxtsiz savdogar dengizchi Sindbad men bo'laman" debla ba'zi rasmiyat isbotlarini ko'rsatmoqchi bo'ldim. Lekin o'zimni tutib oldim-da, mundaq dedim: "Ey kema boshlig'i, sen topshirmoqchi bo'layotgan bu molning haqiqiy egasi va uning ahvolidan yana ozroq tafsilotni menga aytib bera olamsan?" dedim. "Uning ahvoli menga toza aniq emas", dedi kema boshlig'i. "U Bag'dodlik kishi bo'lib, hammamiz uni dengizchi Sindbad deb ataydik. Bir qitim biz bir taqir orolning yenidan o'tib ketayotganimizda, yo'lovchilardan bir munchisi xatarga uchrab, dengizga g'arq bo'lgan edi. Ashu kuni g'arq bo'lganlarning orasida u batdi. Shuningdan buyon uning nima bo'lganligidan xabarsizman." Men bu gaplarni anglabla asabiylarcha vaqirib etdim. "Hurmatli kema boshlig'i, sen davatgan dengizchi Sindbad mana men bo'laman. Men dengizga g'arq bo'lib ketmadim. Kemimiz shu kuni Taqir orolda to'xtaganda, hamma yo'lovchilar qirg'oqqa chiqib orom oldik. Men orolda salqin bir yerda yetib uxlab qoptiman. Bir ozdan keyin uyg'onib qarasam, sizlardan xabarmi yo'q. Meni shu yolg'iz orolda tashlab ketibsizlar." So'zimni anglagan savdogarlarmi atrofimga o'lishib, gapimga bir ishinib, bir ishonmay, hammasi o'zi bilgancha g'ulg'ula qilishdi. Men yana so'zimni davom qilib, shu orolda yolg'iz qolganimdan keyin nejotlik izlab, olmos teg'iga berib qolganimni, u yerda olmos izlaydigan savdogarlarga yo'liqqanimni va xavf-xatarlardan qanday qutulganimni so'zlab berdim. Yo'lovchilardan biri yenimga kelib, toza sapsilib menga qaragandan keyin hamrohlarga: "Birodarlar, so'zimga quloq solinglar. O'tganda men sizlarga bir qancha hamrohim bilan olmos teg'ida olmos qidirib yurganimizda bir o'lik topni olmos jilg'isiga tashlaganimni, keyin bir kishining ashu topni badaniga bog'lab olib, o'g'ligan qush bilan tang havoga ko'tarilib chiqib ketganligi to'g'riliq ajoyib voqeani so'zlab bersam, quruq gap deb hech qaysinglar ishonmadinglar. Hatto meni yolg'onchi deb zanglik qildinglar. Mana bugun ashu odamning naq o'zini ko'ryapsizlar. Rost, bu kishining ismi dengizchi Sindbad. U menga qimmat baholiq olmoslardan bir munchini bergan. Men uning yetkazgan manfaatidan xeyli foyda ko'rdim. Keyin ikkimiz Basra shahriga yetib bordik-da, vedolashib ayrilgandik. Men sizlarga shuni aytib qo'yayki, gaplarimning hammasi rost. Qilchimi yolg'oni yo'q. Bu mollar cho'qim mushu kishining. Men sizlarga xeyli burunli degandim-ku. Kunni etak bilan yopqili bo'lmaydi deb. U shundoq deb gapini oxirlashtirdi. Kema boshlig'i heliqi savdogarning gapini anglagandan keyin sakrab o'rnidan turib oldimga kelib, menga rosa tikilib qaradi-da, "Mollaringning belgisi bormi?" deb so'radi. Men uningga mollarimning turi, rangi, sonini bir-birlab aytib berdim.
u mening rostilla dengizchi Sindbad ekanligim to'liq isbotlangandan keyin qo'lini kerib meni qizg'in quchoqladi. Tinish amonlig'imni tabriklab tasalli berdi. Jon do'stim, kechirmishlaring ajoyib, hikoyalaring ko'pkan. Xavf-xatarlardan omon qopsan. Mollaringning hammasimi o'zingga qaytibdi dedi. Shunda qilib mollarim qo'limga sog'-salomat tegdi. Bir tiyin kam yoki ortiq emaskan. Xatarlardan omon qilib, mol-mulkimga ega bo'lganim uchun ichimga sig'maydigan xushallik bilan cheksiz baxt daryosiga cho'mildim. Mollarim qo'limga salomat tekkandan keyin kemaga o'ltirib yo'lga ravon bo'ldik. Bu qitimqi safarimda mollarimdan xeyli ko'p foyda oldim. Yana nurg'un orollar, shaharlarni kezdik. Yo'llarda turli-tuman hodisalarni ko'rdim. So'zlab tugatkusiz ajoyib g'aroyib voqealarga yo'liqdim. Eshak suratlik, o'kuz boshliq beliqlarni, suv yuzida yashaydigan qushlarni uchratdim. Hatto shundoq bir qushni ko'rdimki, qarasam u suv yuzida tuxum tug'ib cho'ji chiqaradi ekan. Ömür bo'yi suvdan chiqmaydi ekan. Biz to'xtamay yo'l yurdik. Maqsad Shamili bizni Basira shahriga ep bordi. Bu yerda bir necha kun turib, ondan Bag'dodga qaytdik. O'z vatanim, diyorimga kelganligimga cheksiz xushal bo'ldim. Do'stlar, al-og'ina, urug'-tuqqanlar bilan salomat ko'rishdim. Ularga sovg'a salom, tartuqlarimni berdim. To'l-xotun, yetim yesirlarga saxovat qildim. Do'stlarim bilan ziyofatlar o'tkazib, mehmon do'stlik qilishdim. Katta oshiyona qasrlarda o'ltirib, zarbob hariri kiyimlarni kiyib, esil taomlarni yeb, shirin sharbatlarni ichib, kech-kunduz o'yin kulka, bazmi tomoshalar bilan kun kechirishga boshladim. Safar ustida boshdan kechirgan xatarlik balo-qazolarni, o'lim qo'ynidan chiqib, qaytadan hayotga erishganlarimni pok-pokiz unutdim. Birodarlar, mening bugungi hikoyam mushu yerda tugasin. Ata 4-chi qitimliq safarimda ko'rganlarimni so'zlab beraman. U 7 qitimliq dengiz safarim ichidagi eng ajablanarli birsi. Dengizchi Sindbad burunqideklar 100 qizil oltinni Sindbadga hadiya qildi. Xizmatkorlariga g'izo tartishni buyuribdi. Do'st yorallari mehmonlar bilan do'stlik qilishibdi. Yeb ichib xo'shlashgandan keyin har qaysilari o'z uylariga yenishibdi. Hammal Sindbad hadiya qilingan oltinlarni elib, ajablanish va xushallik qaynimiga cho'mib uyiga kelibdi. Shirin uyquda yetib, tongni otqizibdi. Atsi atigan u dengizchi Sindbadning uyiga yana kelgan ekan, sahibxona uni nihoyatda ochiq chiroy bilan qarshi olibdi. Xo'jayin uning yenida yana avvalgidekla o'ltiribdi. Boshqa do'stlarmi yig'ilibdi. Hammasi nashta qilib bo'lgandan keyin dengizchi Sindbad 4-chi qitimliq safar sarguzashtisini so'zlashga boshlabdi.